Hörmətli Şərq Türkistanlıq qərindaşlar, Şərq Türkistan xəbər agentliğinin xəbərlər proqramısını görüşünlərni qızğın qarşı alırıq. Tövəndə təfsili məzmunlarını diqqətinizə sunumuz. Amerika prezidenti Donald Trump'ның 14-15 may günləri Xitayni ziyaret qilishi planlanğan bo'lib, Şərq Türkistan sürgündə hökuməti Amerika prezidentidən Şərq Türkistandakı Xitayning işğaliyeti, mustamlikasi, irqiy qirg'inchilikni to'xtatishni talab qilib axborot e'lon qildi. Şərq Türkistanlıqlar Amerika prezidenti Donald Trump'ni Beyjingdə ötküzüldiğən başlıqlar yığınıdan burun Reaganni ölgə qılıb, əsir dövlətlər üçün müstəqillik tələb qilishqa çağırıq qıldı degan temada e'lon qilingan axborotda mundaq deyildi. Amerika prezidenti Donald Trump'ның 14-15 may günləri Beyjingdə qıladigan dövlət ziyarətindən burun Şərq Türkistan sürgündə hökuməti və Şərq Türkistan Milliy Uyg'unish Təşkilatı Xitay katibaşı Xi Jinping bilan bo'lgan ko'rishishdə Xitayning Şərq Türkistan və Tibetdə davamlaşdırıyotgan irqiy qirg'inchilik və mustamlikchilik ishg'oliyati masalasini bevosita o'tirg'a qo'yishga hamda bu qatimliq boshliqlar yig'inida hosil qilingan har qanday kelishimning bu vahshiyliklarning davomlashishiga yo'l qo'ymasligiga kapolatlik qilishga chaqirdi. Şərq Türkistan sürgündə hökuməti şunu əskertidiki, Prezident Donald Trump 10 may günü Sheryl Atkinson bilan ötküzgən to'liq o'lcham programmasi ziyoratida Xi Jinpingni yaxshi odam, aqlli odam deb tasvirlagan. Sürgündəki hökumət prezidentqa şunu əslatidiki, Xi Jinping işğaliyat ostidagi Şərq Türkistandagi Uyg'ur, Qirg'iz, Qozoq va boshqa Türkiy xalqlarga qarata yurgizilayotgan hozir 13-yiliga qadam qo'ygan irqiy qirg'inchilikqa buyruq bergan kishidir. Şərq Türkistan Xitayning eng cho'ng berilli, litiy, zirkoni, robiti, titan, magniy va oz uchraydigan tuproq elementlari zapasiga ega. Bular dal mush qatimliq boshliqlar yig'inida suhbatlashayotgan intayin muhim mineral moddalar bo'lib, ularning hammasi Birlashgan Davlatlar Tashkilotining Xitoyni qulamgikiga selishini o'z ichiga olgan insoniyatga qarshi ig'ir jinoyat yurgizayotidi deb baholagan ishg'oliyat ostidagi zamin Sharq Turkistonda qulamgik orqali intayin qiyin sharoitlarda qizirilmoqda. Xi Jinpingning irqiy qirg'inchilik harakati keng ko'lamda tutqun qilish, Xitoy Kompartiyasi hokimiyati mo'ljallangan 13,750,000 dan oshib ketgan majburiy emgak o'tkash orqali turkumlab qul qilish, majburiy tug'mas qilib etish, 1 milliondan ortiq Uyg'ur va boshqa turkiy bolalarni oilasidan ayirib etish va 100 minglagan Şərq Türkistanlıqlarning a'zolarini tirik yig'ib olish qatorliq tragediyalarni keltirib chiqardi. Beyjingning 2026-yillik Millatlar Ittifoqligi qonuni Xitoy bo'lmagan millatlarni yo'qotishni qonunlik qildi. Prezident Trumpning birinchi navbatlik hukumatı bu vahshiyliklarni irqiy qirg'inchilik deb bekitgan, Uyg'ur kishilik huquq siyosatini yo'lga qo'ygan va Xitoyning mustamlikchi qurolli kuchi bo'lgan Xinjiang ishlab chiqarish qurilish harbiy atritiga jazo yurgizgan tunji hukumat edi. Boshqa hech qanday Amerika prezidenti Xitoy Kompartiyasiga bu darajada ig'ir zarba berib boqmagan. Roosevelt cho'ng qirg'inchilik yuz berayotgan mezgilda buningga qarshi tura olmagan, ammo prezident Donald Trump qarshi tura oladi. Sharq Turkiston sürgündə hökumətinin Cumhur Rəisi Doktor Mehmet Əli əpəndi xalqımızın kişilik hüquqi və mövcudluğuna kapolatlik qilishning birdan-bir chorasi mustamlikchilikni oxirlashtirish va Sharq Turkistonning milliy mustaqilligini asliga keltirishdir. 5 may günü biz Şərq Türkistanның tarixidagi tunji rasmiy iltimosni Birləşmiş Dövlətlər Təşkilatının mustamlikçilikka qarshi turish komitetiga sunduq. Biz Amerika Qo'shma Shtatlarini o'z ichiga olgan xalqaro jamiyatni mustaqilligimizni asliga keltirish ko'rishimizni qo'llashga chaqiramiz dedi. Xitoyning Sharq Turkistonni ishg'ol qilib olishi Amerika davlat bexatarligiga bevosita tahdiddir. Şərq Türkistan Xitoyning neft va tabiiy gaz zapasining 3/1 ko'mir zapasining 40%dan ortig'iga ega bo'lib, Xitoy iqtisodiy va armiyasini kuch bilan ta'minlaydi. Beyjing barliq yadro sinoqlarini, jumladan 2020-yildagi yaqinqi sinoqlarini Şərq Türkistan tuprog'ida elib bordi. Shundaqla ishg'ol qilingan zaminda Amerikaga qarshi yuzlagan qit'alar aro boshqarilgan ballistik bomba siloslarini qurib kengaytirdi. Hamda Xitoyning muhim sun'iy aql va sonliq ma'lumot markazi ul asliyalarini Sharq Turkistonga o'rinlashtirmoqda. Ishg'ol qilingan bu zamin Xitoyning bir balvoq bir yo'l kengaymichiligining yadroliq qismi. Uning mineral monopolligi Xitoyning Amerika mudofaa ta'minot zanjiriga qarata pishangliq rolini o'ynaydi. Erkin, mustaqil Sharq Turkiston Xitoyning energiya jon tomirini uzib tashlaydi. Yadro bazalarining rolini yo'qotadi va Beyjingning mineral moddalarga bo'lgan monopolligini bitchit qiladi. Sharq Turkistonning mustaqilligi Amerika uchun strategik zaruriyatdir. 1987-yili Prezident Reagan Gorbachev әпәнди bu tamni o'rviting deb chakarlagan edi. Prezident Trump'ning o'xshash Amerikaning rahbarlik ro'yini namoyon qilishi kerak.
Şining ko'ziga tikilib qarab turib, "Şi әпәнде, bu irqiy qirg'inchilikni to'xtating. Sharq Turkiston va Tibetdagi ishg'oliyatni oxirlashtiring. Asir davlatlarga erkinlik bering" deb jakarlash kerak. Bu bizning davrimizning regan paytidir. Sharq Turkiston surgunda hukumatining tashqi ishlar va bexatarlik ministri, Sharq Turkiston Milliy Uyg'unish harakatining raisi Salih Xudoyor bu boshliqlar yig'inida so'zlanayotgan muhim mineral moddalar ishg'oliyat ostidagi Sharq Turkistondan irqiy qirg'inchilik va qulluq sharoitida qazilinmoqda. Asliga keltirilgan erkin va mustaqil Sharq Turkiston Amerikani raqobat kuchiga ega bahoda bu mineral moddalar bilan ta'minlab, Amerika sanoatini kuchaytirdi va Beijingning bo'g'ish harakatini tarmar qiladi dedi. Sharq Turkiston surgunda hukumati prezident Donald Trumpni Xi Jinping bilan bo'lgan ko'rishishda Xitoyning Sharq Turkiston va Tibetda davomlashtirayotgan irqiy qirg'inchilikni ayblashga, Sharq Turkistonliklar va Tibetlarni irqiy qirg'inchilikqa uchratish va qul qilishga yo'l qo'yadigan har qanday kelishimni rad qilishga, Tashqi ishlar ministrligida Sharq Turkiston masalasi bo'yicha alohida moslashtiruvchi tayinlashga hamda asirga olingan davlatlar qonuni bo'yicha Sharq Turkiston va Tibetning mustaqilligi va erkinligini asliga keltirishni qo'llashga chaqiriq qiladi. Sharq Turkiston surgunda hukumatining mazkur axboroti Alliance Live xabar to'rida 13 may kuni va boshqa xabar kanallarida tafsiliy xabar qilindi. Faqatla ayblashlar va inson haqlari mexanizmlari Xitoyning Sharq Turkistonda yurgizayotgan irqiy qirg'inchilikni to'xtata olmadi. Mustamlikni oxirlashtirish, mustaqillikni asliga keltirishlar irqiy qirg'inchilikni oxirlashtirishning birdan-bir yo'li. Sharq Turkiston surgunda hukumati, Sharq Turkiston Milliy Uyg'unish harakati vakillari Xitoyning Sharq Turkistondagi Uyg'ur, Qirg'iz, Qozoq va boshqa turkiy xalqlarga qarata yurgizayotgan irqiy qirg'inchilikni 13-yiliga kirgan turug'liq yanada davomlashayotgan ahvolda Sharq Turkistondagi Xitoy yurgizayotgan irqiy qirg'inchilikni to'xtatish, Xitoyning irqiy qirg'inchilik va insoniyatga qarshi jinoyatining javobgarligini surishti qilish, Sharq Turkistonni ishg'oliyat ostidagi davlat deb rasmiy e'tirof qilish, Sharq Turkistonning mustaqilligini asliga keltirish uchun yordam berish, Birlashgan Davlatlar Tashkiloti mustamlika ostidagi davlat va xalqiga mustaqillik berishga aloqador bayonnomasini amaliylashtirishni talab qilish maqsadida 23 may kuni tushdan keyin soat 1dan 3gacha Washingtonda Oqsaroyning oldida namoyish o'tkazishni qaror qildi. Namoyishga Sharq Turkistonlik qarindoshlarning Sharq Turkiston do'stlarining qatnashishi talab qilinadi. Milliy musibat. Abturi Burhan Muhammad. Bir millatning beshiga keladigan eng chong tragediya shu millatning o'z beshiga kelgan qismatining qaysi xil qismat ekanligini anqirib yetmasligidir, deydi mutafakkurlar. Darvaqa kishi mavjud vaziyatini tushunib yetish uchun bugungi taqdirning qaysi xil qismatlarning xulosasi ekanligini, beshiga kelayotgan kulfatlarning, chorsizliklarining qaysi qismatga duchor bo'lishdan kelgan zanjirsimon oqibatlar ekanligini farq qilishi. Buning uchun beshiga kelgan va kelayotgan narsalarni to'g'ri analiz qilib va diagnoz qo'yib yakunlab chiqishi shartdir. Gegelning ta'biri bilan aytganda, yer yuzida o'zini o'zi idrok qilishga qobil yagona jonliq bo'lmish insonning bugunini tushunish uchun tarixni harakatga keltirishi va bu soyada qismatlarining ichki va tashqi yuzini aniqlashi hamda uning tegi-taktiga yetishi lozim. Qarshilik ro'ymi mana bu tegi-taktiga yetishdan halqagan bo'lishi, angliqlik, tuyg'unlikdan nesivlangan bo'lishi, Gulxan misoli hamisha lavuldab turgan bo'lishi kerak. Undaq bo'lmaydigan, Firavndan qutulibmi manzildan adashishni davomlashtirgan cho'llikka mahkum zehniy qullarning qismatini takrorlab yashash, bir izidan osholmay o'tish, to'g'ri yo'li va g'oyasini yitirib qo'ygan g'ofillarning qismatiga duchor bo'lish hech gap emas. Mustamlika davrimizdan beri tajovuzchilar tarafidan eng gavdalik urg'unib kelayotgan, shundaqla tajovuzchilarning gumashtillari tarafidan zehnimizga majburiy singdirilib kelgan va ilim turli usullarda quloq tuyimizda o'qilib kelayotgan shuarlar amaliyotda millatni haq yo'lni tepishdan adashtirishni, hur vatanning hur insonlari bo'lib yashash g'oyasini ishga oshirish shuurini qardan chiqarishni va mustaqil davlatini asliga keltirishdan iborat milliy g'oyani zihnlardan tozalab unutildirishni maqsad qilgan safsatalardir. Suslashtirish, ko'zi yetmas qilib etish, bosh egmay iloji yo'qligini talqin qildirishlar, degan yeriga kelib berishni, prinsipdan tushib berib turib taqoq yo'lni aytishni bir turlik oqilonlik ko'rsatishlar, g'oyaga yetishning atalmish vositasi qilib olishlar, unutildirishni g'oya qilgan sehrli safsatalardir. Shundoq, eng chong tragediya o'zining qaysi turidagi tragediyani boshdan kechirayotganligini anqirib bo'lolmaslikdir. Uningdimi dahshat va ichinishliqi o'zining texicha anqirib bo'lolmayotganligini farq qilolmas, farq qilishning farqini ayira olmas va ayrishqimi qiziq masalga kelib qolishdir. Bizga vaqt ayirganingiz uchun ko'pdan ko'p rahmat.
Kelar qıtımqı programmamızda görüşküçe Allah'a amanet bolğaysizlar.